Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'dan asosiy yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 18-sinf darsimiz va eng oxirgi darsimiz. Bu yurish darsimizda biz JavaScript'ning function qismini so'zlaymiz. Bu yurish darsimiz eng oxirgi dars bo'lib, buningdan keyin biz qanday asosini butunlay chiqargan bo'lamiz. Endi biz yuqori saviyalik JavaScript'ning darslarini olsak bo'ldi. Uni biz davomli yana ta'minlab beramiz. Unda JavaScript'dan function degan nima deganda function funksiya tarmoq program bo'lib, bu kodni sirtdan chaqirg'ili bo'ldi yoki mana qayta qo'zg'algan ishga chaqirg'ili bo'ldi. Programmaning o'ziga o'xshash ixtiyor funksiyaga deb atalgan bir qadar jumlalardan tuzilgan qimmatni funksiyaga yetkazgili bo'ldi va qimmatni qaytardi. Funksiya asosli maqsadi biz funksiya ishlatishimizdagi kodni takror ishlatib ba'zi bir kod yoki jumlalarni qana takror ishlatish saqlanish uchun qanda funksiya ishlatamiz. Bu qulaylik. Odatda funksiyaning asosiy gavdasi shunda. Function deb yozamiz. Bu kod nima? Undan keyin ism yozamiz. Funksiyaning ismi, chaqirganda ismi. Undan keyin parametr yozamiz, parametrlashtiramiz. Bu yerga qanday parametr qilsak bo'ldi. Undan keyin qanda bu qimmat qaytirdik. Returnni qaytirish deymiz. Men buni amaliy misol bilan tushuntirib qo'yay. Masalan, konsolni ochdik. Misal alsam, mesela misal alsam, qo'shash, elish, ko'paytirish, bo'lish 4 ixtiyor bor, shunami? Biz ham function degan nima deganda? Function. Masalan, function add deyli. Add degan qo'shish degan gap inglizchadagi. Shiftni bosib turib qilamiz. Shiftni bosib turib pastga tushirish uchun shiftni bosib pastga tushiramiz. Buning ichiga, ya'ni buni butir tirnoqlar ochdikmi? Buning ichiga biz yozmoqchi bo'lgan narsani yozamiz. Masalan, men hisoblag'ishdan aytaman. var 8 tang 1 var b tang 3 olsun. Unda bo'lsa, bu nima qaytir? Unda bo'lsa, sum degan yig'inda degan gap inglizcha. Sum yig'in desa qana? Qolgancha desak bo'ladi, bu sum emas, hadi men inglizchaga moslashtirib yozaman. Sum equals to qancha? A qo'shimiz b. Endi buni yaptık. Mana men shiftni bosib tushiraman. Mana shiftni bosib tushiray. Mana functionning asosiy qismi shu. Bu function ismi add deb o'zimiz oldim xohlagancha. Mayaga biz parametr yozamiz. Mening parametr kirgizdim hozircha. Qanday body oldu, beden oldu, beden. Bedenni nima bilan ochamiz? Butir tirnoq bilan curly braces. Buni endi xohlagan vaqtda chaqirsak bo'ldi. Masalan, bir shuni qo'shgandagi chaqirmoqchi bo'lsak, add enterni bossak, hech qanday chiqmadi, shunami? Chunki men birdim qaytarmadim taqa. Miyaga qanday? To'xtanglar. Shiftni bosib turib tushunamiz. Return qaytarmoq bo'ldi. Sum. Mush sumni qanday? Qaytarsa demakchi. Endi enterni bossak, add 4 mana. 4. Bu bir oddiy hisoblag'ich o'xshaydi. Endi men rasmiy parametrlashtirib, o'sha hisoblag'ichdan bir oddiy bir algoritm yozdim. Mush funksiyadan, montazlite. Masalan, function qo'shish shunami? A bilan B ni. Cho'qim ikki son xohlagan bir sonni ifodalashimiz A bilan B. C bilan D nima desak bo'lardi? Bu parametrlashtirish deymiz, parameter deydi buni. Endi qana bedenni quramiz. Shiftni bosib turib
pastga tushganda shiftni bosib enterni bosamiz. Buni qanday quramiz deganda sum yoki yig'in desa tushunami? Yig'inda necha? A qo'shimiz B. A qo'shimiz B shunaqa. Buni ham return qilsak, qaytarsak yig'inda. Buni qaytarsak qanday bo'ldi? A ga B ni qo'shsak, masalan, mana men bevosita yozmayman, mandalam yozsam bo'ldi. Oddiylashtirib kodni. Return yig'inda deb yozmayman. A qo'shimiz B ni ham qilsa o'xshash ikkisi. Buni qurib oldik, men bir hisoblovchininki qo'shish amalini shunda functiondan qura olamiz. Buning ismi faqat qo'shish. Bundan keyin buni ishlatmoqchi bo'lsak, har qitimida kod yozib yurmay faqat qo'shish deb qanda chaqirsak ham bo'ldi. Masalan, qo'shish bir son bor deylik. Bir son. Bu mancha qiymatini o'qimaymizda. Qiymat son 2 bor. Yana bir sonni nima qilib olni? Biz mushuk sonni qanday qo'shmoqchi? Qanday qo'shimiz? Mush qo'shish degan funksiyani yozib oldik-ku mana. Hamda parametr a bilan b dal biz kirgizmoqchi bo'lgan son 1, son 2. Yig'indisi qana mushi bo'ldi. Bu funksiya. Bundan keyin har qitim qanday qo'shishni kirgizmoqchi bo'lsak, qo'shish ham funksiya bilan ham yozib yurmay takrorlanish oldini ilib bir şey ekmesen, qolgancha bir son, bir pesh, parametr mush ikkisining yig'indisi degan gap. Mana. Qo'shish sen 5 55 necha bo'ldi? 60 mana. Bir funksiya degan bu shu. Qo'shishga aylantiradi. Buni hatto mana qana ko'paytirishga qilib bo'ldi. Hammasini o'zimiz xohlagancha qila olamiz. Masalan, mana qanday qilsak, cho'qim return mush cho'qim yozish kerak ekan, return bo'lmasa qaytmaydi demoqchi. Hozir men mesela 3 sonnikini o'zgartira olamiz. Miyaga qanday? Yana bir C deb ko'paytirish. Ko'paytirishni qurdik shunami? Endi qanday? Function 3 sondan ko'paytirilsa, masalan, 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 necha bo'ldi? 24 bo'lish kerak shunami? Okay. Men mayaga mas C ni yozmabdimi? Chunki return qilgan chaqirganda yozmasak return bo'lmaydi. Qaytasak, function 2 3 4 mushularni qana ko'paytirilmasi. Function statements require a function name deydi. Okay. Men mana function deb qo'yapman. Men xatolik qilma, ko'paytirishni ishlatishim kerak ekan. Ko'paytirish deb qo'ydik emasmi buni? Ko'paytirish. Ba'zi yozib ketamiz. Mana 2 3 4 shunaqa. Odatda men yerdan sababini chiqarib turdim. Men o'qimabman. 24 shunaqa. Ko'paytirish 2 qancha? 8 shunami? Ham buni olib aylanib, men bir oddiy bir nima yozaylik, programma. Masalan, bir sondan qanday kvadratini tepish. Bir sonning kvadratini avtomatik chiqarib berish. Masalan, function kvadrat 2 ning kvadrati 4, 5 ning kvadrati 25. Kvadrat degan o'zaro ko'paytirgan gap-ku. Masalan, bir son deylik, noma'lum bir son. Noma'lum son x dey bo'ladi. Ochdik. Buni qanday? Return x ko'paytirgan x deb qo'yamiz. Chunki o'z-o'zini ko'paytirsak ham nima bo'ldi? Bu bir
kvadrat oluşunamı. Mana qurib oldik kvadratninkini. Endi qanday bundan keyin kvadrat, masalan, 11 ning kvadrati necha? 121. 456 ning kvadrati necha? 207.936 degan gap. Mana bu funksiya. Funksiyani qo'llanishliqqa intayin yuqori. Buning asosiy maqsadi biz kodlarni qanda har qitim ma'ni yozib yurmay, faqat mushlam yazsak bo'ldi. Undan boshqa yana buning qanda har xil sonmi, bir nimami yozib olsaqmi bo'lardi. Bugungi darsimiz mushagacha. Tushunmagan nuqta bo'lsa asli inkos shakl qoldirsangiz bo'ldi. Shunday qilib bu eng oxirgi dars, ya'ni JavaScript'dan asos ul, ya'ni boshlang'ich saviya bugun tamomlandi. Endi keyin biz buning yuqori saviyani so'zlaymiz. Ehtimol keyingi darsliklarimizda bo'lsin. Rahmat.